Ozgina bugungi klientim Asalim. Yaxshi yod berdilar. Молодец. Xayrli kun azizlar. Yaxshimisizlar? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Bolajonni kuzatib bordim. Hozir unaqa ko'p fotosessiya olmayapman, chunki vaqtim yetmayapti. Bunga ancha-muncha kuch vaqt ketadi. Lekin bugun shunaqangi shirin qizcha keldi. Bu oilada men уже 3-farzandlarini fotosessiya qilaman. Ular menga qildirishadi, to'g'rirog'i. Va o'zimni klientlarimga hech ham yo'q deyolmayman. Mazza qilib, bilasizlarmi, oilani tarixiga o'zimni hissamni qo'shayotganimga, nimaga desanglar, bu tarixda qoladigan rasmlar. Bolajonlar katta bo'lganda mazza qilib o'zini ko'rib va albatta ota-onalar uchun ham bu juda ham esdalik uchun zo'r narsa. Va bitta oilani 3-farzandini olganim uchun bir boshqacha his-tuyg'ularga to'lib toshib ketdim. Deyarli menga kelgan bolajonlarni ko'rinishini eslab qolaman. Shunda ko'zim oldiga keldi. Opalari, opasi, akasi va xuddi o'sha chehra, o'sha ko'zlar juda zo'r, juda ham ajoyib his-tuyg'ular. Bolajonlarimiz sog' bo'lishsin. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin va biz hammamiz bolalarimiz baxtini, o'zimiz baxtimizni ko'rib yuraylik.